Polistirol blok degani, polistirol lombaz degani sostavida penasi bo'lmaydi. Faqat sement va polistiroldan tashkil topgan bo'ladi. Ko'pchilik qanaqa qilib beriladi deb savol beradi. Akalar qop ko'rinishda keladi. Mana mishalkasi 3 fazada ishlaydi. Shuni qopga soladi. Nasos, erotor nasos edi. Nasos orqali itarib beradi. O tepada ustasi qo'yadi. Nasos uzunligini ko'rasizlarmi? Necha metrgacha nasos tortadi aziz aka? Assalomu alaykum. Necha metrga tortadi nasosingiz? Balandligicha? So'rasholi. 30 metr. Assalomu alaykum. To'da qalaysiz? G'ishtlar osizlarmi? Bososizlarmi? Qalay? Lombozlar qalay bo'lyapti? Lomboz gapi yo'q, bo'ladi. Bunaqasini ko'rganmidingiz? Bunaqasini ko'rdik. Ko'rganmisiz bunaqalarini? Ha, ko'rganmiz. Bizlarniki ma'qulmi? Yaxshimi? Yaxshi. Zo'r. Biz ko'pchiligi ustalarni taklif qilmaymiz. Nimaga desangiz, hali ko'pchilik o'ylashi mumkinki, biz usta bir ikki yeymiz deb o'ylab qoladi. Shuning uchun akalar o'zingiz tofola qo'yinglar, arzonroq deymiz. Lekin shuni yetgan odamlarga o'zlarining ustani taklif qilamiz. Shu akalar bilan shu tanishib qolganmiz. Ishligini har doim astoydil qilishadi. O'tgan safar bitta joyga borganimizda karton qilishgan ekanda, karton 2 qavat bo'lib qolganligi uchun deyaptilar. Abbos yorilib ketdi dedilar. Yo'q, uni yorilmagan, u yuqa bo'lgan cho'rgan, uni isbotlab berganman. Mana bu yerda karton 3 qavat ham bo'lib ketgan kerak bo'lsa, chiroyli qilib qaligini ko'rasizmi? 7 sm kerak bo'lsa, oshig'i bilan qotdilar. Aziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? So'zingiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi aka? Qalay ketyapti? Vijdonan cho'tib ketyaptimi? Aka, zo'r. Aka, necha kvadrat cho'tdi? Tak 100 kvadrat chiqadi. 100 kvadrat joyi qanchada urib tashlaymiz? Tak 2,5 soat, uzog'i 3 soat. Bilaman, 200 kvadratni bir kun urasiz yurmasdan, bir kunda necha kvadrat urib tashlaymiz aka? 300 kvadratga tushiramiz. 300 kvadrat shanlab tashlaymiz. Joy bo'lsa. Bizga nima kerak? Uy egasidan nima kerak? Tok bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa. Tok bermasalar-chi, mabodo. Tok yo'q desa nima bo'ladi? Uni ham amallasak bo'ladi. O'zimiz amalaymiz. Mabodo tok bersangiz, ishimiz tez bitadi. Tok bermasangiz ham bitkazib beramiz. Narxi qiziq har doim. Nech puldan qolamiz kvadratini? Narxi 30 ming. Kvadratni 30 mingdan qolamiz, 5 qilasizmi, 7 qilasizmi? Lekin bitta narsani tushunib oling. Ani qiyin mana teshikka tiqib qo'yasiz bizani. Unda sal qimmatroq olamiz aka. Lekin bundaqa keng ochiq joylarni bersangiz, qilib berishadi aka. Jon usta kamgilar qilib berishadi. Bizlar ishlab chiqaruvchimiz shuni mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bu akamgilar bizlar bilan birlashib qo'yib berishadi. Endi aytmoqchimanki, hamma o'zining ishini qilsin. Akam o'zining ishini qilsin, men o'zimning ishimni qilay. O'shanda ish sifatli chiqadi. Aziz aka, tegi poke nobodo tashab berish kerak bo'lsa, u ham ichiga kirib ketadimi? Agar tekis joyi bo'lsa, tekis joyda pokenchida tashlattirib beramiz. Xo'p, keyingi savolim Aziz aka. Bunga siz gel ham qo'shasizmi? Ozgina. Ozgincha gel qo'shamiz. Nima uchun gel qo'shamiz? Ko'pchilik bilyapti. Bu mana shlankamiz ichidan yaxshi o'tishiga. Shlankada qotib qolmasligi uchun ozgincha gel qo'shiladi. Shu gelini biz bermaymiz. Ana uy egasi olib berishadi. Arzimagan pul bo'ladi, qimmat bo'lmaydi. Shunaqa. Zo'r. Ko'pchilik so'raydi, mana qilgandan keyin deydi, uyim remontiga ta'sir qiladimi, qilmaydi deydi. Yo'q, umuman mutlaqo. Mana hozir prosta kardon turibdi. Kardon tagida hech nima yo'q. Taxtalar bor, taxta turibdi. Ya'ni suv oqib ketishi mumkin bo'lsa, shuni oqib ketadi. Salafan tashlamaganmiz. Shuni o'zidan qilyapmiz. Nobodoga suv oqmasligini xotirida videoda bitta ko'rib beramiz. Aziz aka, ani penali qilayotganlarni ham ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Pena bilan qilayotgan. Ya'ni qarang aka, tushunib oling siz. Ya'ni polistirol blok yoki polistirol lombaz degani sostaviga pena qo'shilmaydi. Ya'ni penka qo'shilmaydi. U penka qo'shiladi degani u bo'ldi. Ya'ni polistirol lombazi issiq sovug'ini, polistirol lombazi effektini berdi degani emas u. Ya'ni toza anaqamiz polistirol lombozimizni yonmay olib kelib beradi aka. Mana ko'ring aka, sostavida poke va sementdan tashkil topgan bo'ladi. Asosiy vazifani shu poke hal qiladi aka. Birat, shuni hisobini olib qo'yasiz. Keyingi savol, qanchada qotadi aziz aka bu? Issiq kun bo'lsa 1 kunda, bo'lmasa 2 kunda qotadi. Siz ishingizga qarang, men ishingizdan qo'ymay. Anaqachi, yorilib ketmasligi nimaga taalluqli? Yo'q, yorilib ketish ani yupqa qo'yib qo'yadi, kimdir ani yaxshi aralashtirmaydi, shunisida. Bizakida chiroyli qilib o'zimiz aralashtirib, qalin qilib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Buni keyin bir xil yoyilishiga ham garantiya berasizmi aziz aka? Ha, обязательно. Zo'r. Akalar, ko'pchilik mendan so'raydi, Abbos nimaga aynan 5 sm deysan, nima uchun 7 sm deysan deyiladi. Tepadan kelayotgan issiqlikni bunga ahamiyati bor. Ya'ni tepadan kelayotgan issiqlik yoz kunida 40 bo'lsa, tunka bo'ladigan bo'lsa, tunkaning rangiga ham aloqasi bor. Tunka rangi qora bo'ladigan bo'lsa, eng kami tunka 70-80 gradusgacha issiq bo'ladi. Xo'p, uni yopilgan joyda havo aylanish sirkulyatsiyasi bo'ladi. Agar u sirkulyatsiya bo'lsa, bu yerda temperatura 60-70 ga ko'tarilib ketmaydi, ichkari temperatura. O'sha holatda
5 sm qilsak, ichkariga agar tepada 60 kelib tursa, 5 sm qilsak, pastga faqat 1 yoki 2 gradus poteriya beradi. Umuman poteriya bermasligi uchun tagdan 2 sm po'kat tashab, keyin 5 sm tashlasangiz, yana umuman issiqlik o'tkazib ketmaydi. Po'kat tashlagim kelmayapti, avval faqat lomboz bilan ishni bitqizaman deydigan bo'lsangiz, unda 10 sm tashlasangiz, umuman issiq suv o'tkazmaydi. Buni biz bir necha bor test qilib berganmiz. Profilga o'tib ko'rib olsangiz bo'laveradi. Aka qarang, yana bir borda narxi haqida ma'lumot berib ketaman. Biza mana bu polistirol lombozimizni bitta qopi 105 ming so'm 2025-yil noyabr oyiga holatdagi narxi, balki siz ko'rayotgan paytda o'zgargan bo'lishi mumkin. Bitta lombozimiz taxminan 4,5 sm qalinlikda 2,5-3 metr kvadrat ketadi. Bu degani taxminan 5 sm qalinlikda sizga 35 ming so'mdan aylanadi. Siz 5 sm joy olganingizdan keyin usta kerak bo'ladi. Xohlasangiz ustalarimiz bor. O'zi kelib professional, mana xuddi shunaqa ko'rayotganingizdek yondashib, ishingizni chiroyli qilib bitkazib berishadi. Xullas sizga prosta ishingiz bitishi 65 ming so'mdan 1 metr kvadratdan tushadi. Xo'p, endi sizga qalinligini o'zingiz cho'nchagingizga qarab turib anaqa qilasiz, tashaverasiz. Men sizga ma'lumotlarni berdim. Ya'ni necha gradus, qachon o'tkazib yuborishini, teploprovodnisini, ya'ni xohlasangiz o'zingiz ma'lumot olsangiz bo'ladi. Call centerimiz telefon qilib, call center nomerlarini mana shu yerda qoldirganman. Telefon qilsangiz bo'ladi. Xullas sizga yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, aka, kommentarda qoldirasiz. Bitta yana protsessni, ya'ni boy ana tayyorlanayotgan joylarni hozir videoga qo'yib beramiz. Taxminan tushunib olish uchun bitta joy ko'rsatib ketay, aka. O'vana tayyorlashyapti. O'vana agarda bu 30 metr balandlik bo'lganda ham chiqarib berar edik. Hop solishyapti. Nasos orqali, shlanka orqali kelyapti. Bitta odam qo'yib tekislab ketyapti. Bularning ish tezligi taxminan bir kunga 300 metr kvadrat agar tekis joy bo'ladigan bo'lsa. Xullas sizda 100 kvadrat metr joyingizni 3 soatda yumaloq yostiq qilib ketishadi. Va ular ishligiga bizning mahsulotimizga javob beramiz. Qo'pol qilib aytganda biz bularning ishiga ham javob beramiz. Agarda bizani o'zdan odamlar bilan ishlaydigan bo'lsa, chunki bular ancha yillar ishlashyapti, tajribasi ancha baland. Okey, video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasiz. Agarda sizga malol kelmasa, fikringizni kommentarda qoldirasiz. Yana qurilishda ko'p foydali ma'lumotlar o'tkazib olmaslik uchun mana shu profilga obuna bo'lib qo'yisham, esdan chiqmasin, bizdan kuzatishni davom eting, aka. Eng asosiysi, aka, sizni issiq sovug'ingizni o'rlayotganidan yomon gumonda bo'lmaysiz. Sog' bo'lasiz.